Hammalarga assalomu alaykum. Bugun bizda obzorimizda Asanoy bugun obzorimiz 166 newtonlik Inkoni yangi shurporti. Vibratorli eski pokoleniya bilan ko'rsatib ketaman. Oldingi modellari bilan nimalar o'zgarishi bo'lyapti, nima ko'rinishda o'zgarayotganligi to'g'risida sal to'g'rilamiz. Xo'p, bitta bizda bilasizlar, bundan oldin Hadoy modeli ham bor. 66 newton. Bitta newton-metr yozilgan bo'ladi. 66 newton, 55 newton, 60 newtonlik bo'ladi. Hop. 66, 76, 55 newtonlikda motor hajmi sal kattaroq bo'ladi. Obmodga ko'proq sal o'ralgan bo'ladi. 76 gacha. Korpus ham 55, 66, 76 da korpus ko'rinishi bir xil. 5 o'tishning yozig'i bor. Batareyalar 2 dan 2 amper chiqadi komplektda. 55, 66, 76 da panoram joyida qolgan. Hammasi 5 o'tishli modellar. Betga ham 5 o'tishning yozig'i qo'yilgan. Korpus qop plasmas, qizil ham plasmas. Bu yoq tomonda rezinga qo'yilyapti. Bu yoq ham polni rezinga o'tgan. Eski modellarda bu yoq plasmas edi, rezinga kamroq edi. Patronimiz 13. Xo'p, 13 patron, molotok funksiyalar bor. Beta patronimiz qaysi Inkoda zavodda yig'ilgani bilan patronimiz misol uchun bitta zavoddan zakazga qilinadi. Qolgan hamma narsasi obmodga, qolgan batareyalar hammasi Inkoni o'zidan chiqadi. Hop, beta patron 55, 66, 76 da bir xil ko'rinishda. Izini ham ungulni ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p, video yaxshi ketyapti. Davom etamiz. Xo'p, bitta vроде бы unaqa katta 55, 66, 76 da bitta ko'rinmasligi mumkin, lekin ichkari tomonda obmodga ko'proq o'ralgan va motor hajmi sal kattaroq. Lekin korpus ushisha qolgan. Komplektatsiyasi oddiy zaryadga chiqadi. Batareya Leonoy batareyadan hop ikkita 2 amperli 20 voltli chiqadi. Men razyomini ham bitta ko'rsatib ketaman. Batareya razyomini plus minus zamikaniga. Zamikani bo'lib qolsa, ushlab qolish uchun batareyani asrab qolish uchun, chunki Leonoy batareyalar qimmat turadi. Davom etamiz. Batareyamizni aktiv qilamiz. Chunki bizda 42 volt maksimiz ham bor. Bunda batareya razyomi o'zgaradi. Aytib o'tib ketaman. 42 volt 20 voltli shurportlarga tushmaydi. Batareyasi 20 volt shurport, 42 voltli shurportlarga tushmaydi. Hop, keyingisi bizda hop, bizga 66, uzun 96 newton-metrlik shurport. Bundan oldin 76 ni ko'rdik. Bundan keyin 86 model bor. Newton-metrlik. 86 da bitta 4 amper, bitta 2 amper batareya chiqadi. Unda ikkita 4 amper batareya chiqadi. Korpusda bizda o'zgarish bo'lyapti. Metallga o'tyapti. Korpusi ikkiga yopilgan korpusi oldi tomonini o'sha berib turish uchun oldin plasma ishlatilgan edi, hozir metallga o'tyapti. Xo'p, boltlarimiz ziyozishkada qolyapti. Bu ham ziyozishda qolyapti. T15 boltda. T15 boltda qolyapti. Xo'p, keyin bitta bizda nima o'zgarish bo'lyapti? Korpus kattalashyapti. Ko'rgan bo'lsanglar, hajmini ko'ryapsizlar, o'zilgan korpus sezilarli darajada kattalashyapti. Nimaga? Chunki bu bundan ham 76 ham professional hisoblanadi, lekin 96 ni undan ham ko'proq ish qilish uchun, hop, beton, g'isht, temir tegish uchun, 2 santimetrlik temirlarni tegish uchun mo'ljallangan shurport bo'ladi. Sigaloni yaxshisini qo'ysada ishlarni zo'r bitirib beradi bu. Hop, ikkita skors. Hop, bunda ham ikkita skors. Hop, xalastoy aylanishi
Hop, bunda ham bir xil, bunda ham bir xil. Hop, 500 birinchi skorsda, 2000 oborot ikkinchi skorsda. Bunda ham 500 birinchi skorsda, 2000 oborot ikkinchi skorsda. Ya'ni nagruskasiz mana shu aylanishi minutiga 2000 ta oborot aylanadi. Ovozini eshitdinglar? Hop, bizda obmotka buning uchun ochib ko'rganmiz. Obmotka juda ham katta. Obmotkalarimizni aytib o'tib ketaman. Bu mis, sizni Inco instrumentlari zavoddan hammasi mis bilan chiqadi, alyumin emas. Qiziganda erib yopishib qolmaydi bu narsalar. Sifatli mahsulot bizda. Motor hajmi ham 76 ga qaraganda kattaroq ichkari tomonida. Bu yerda ham xuddi shu molotok funksiyasi, hop patron firma o'zgarmagan, o'sha. Ya'ni archa yo'nalishida. Bu yerda batareya o'zgaryapti bizda. Batareyani ko'rsatib ketaman. Batareya bu yangi pokoleniya, ya'ni oxirgi chiqayotgan pokoleniya. Oldin lazerda yozilgan bo'lardi, hozir nakleykaga o'tyapti. Knopka bosishda ham bu yoqqa udobniyroq bo'lishi uchun ko'ryapsizlar. Lazerda o'yilgan, ya'ni qo'l yaxshilab moshlash uchun, perchatkada yaxshilab, perchatka bo'lsa perchatkada yaxshilab ochish uchun. Indikatorlar oldiga o'tyapti. Eski pokoleniya batareya kerak bo'lsa orqa tomonda bo'lardi. Hop, batareya ichiga keladigan bo'lsa xuddi o'sha, o'zgarmagan. Faqat korpusda nakleykada o'zgarish bo'lyapti, indikator orqadan oldiga o'tyapti. Bizda knopkada o'zgarish bo'lyapti. Hop, raziyom ham bir xil. Minus anaqaga, zamekaniga. Davom etamiz. Inco'ni O'zbekistonga 2025-yilda 42 volt max. Hop, endi 42 volt o'tamiz shirportimizga. 42 voltimizda hop, endi 42 voltga o'tsak, hop, bu yerda 42 voltimizda ruchka. Hop, ko'ryaptim tak. Hop, bu yerda komplektatsiyasiga ruchka qo'shilyapti. Bu уже 96 dan professionalroq bo'ladi, chunki bunda motor ob'yom faqat 42 ni qabul qiladi. 20 voltga bu ishlamaydi. Kota tokda ishlaydi. Hop, bu yerda batareya 2 amper bo'lyapti, уже pasayyapti. Ishlash hajmi sal kamroq, lekin effekti ko'proq bo'ladi. Sizlar o'sha qilmoqchi bo'lgan ishinglarni 42 voltli bittada tesh beradi, qoptirib beradi. Aslida tesh uchun temir, beton, kafel. Bu yerda nima o'zgaryapti? 96 bilan solishtirsa, bu yerda rezinka qo'yilyapti. Tepa tomonga 99 newton bo'lyapti. Bo'ldi, aka bo'ladi. Nechida yoqasiz? 6 lik. Namcha qo'yib qo'ying. Hop. Bitta patronimiz 13. Patron firmamizni o'zgarmagan patron firmamiz holatda samazajli, bunda ham spoiler yechilib ketib qolmaydi. Raziyonga keladigan bo'lsak, razion o'sha almashyapti bu yerda. Hop. Leon batareyadan 5 ta tagida, 5 ta tepada saqlangan. Va har bittasi hop 7 dan balandroq tok beradi. O'shanga qo'shib chiqqanlarda 37 volt beradi. Batareya to'la bo'lganda 42 voltni toza chiqarib bera oladi. Bu testerda tekshirganmiz. Oldingi videolarimizda ham bor. 4 amperga qaraganda ishlash hajmi kamroq, ishlash vaqti kamroq bo'ladi, lekin effekti juda katta. Temir teshib, beton teshib ko'rsanglar ancha effekt seziladi. Hop, eski batareyaga qaytsak. Eski batareyada 3 ta indikator, undan oldingi pokoleniya orqada edi indikator, oldiga ko'chdi. 42 voltda уже 4 talab indikator ko'rsatadi. Ya'ni bunda kolba batareyalar nima desam, hajmiga nisbatan ko'proq bo'lgani uchun bu aniqroq ko'rsatib beradi.
yana bitta tugtagan narsam 160 eski 20 volt batareya 42 volt batareyaga raziyonga tushmaydi, bunisi bunga tushmaydi. Bu yerda metallический korpusimizga o'zgaryapti 96 nyutonda. Seriyroq edi, rangi o'zgaryapti. Metalda qoladi, temirda. Bolt T15 da o'zgarmagan qoladi. Ichini ochib ko'rdik. Bunda ham xuddi shunaqa, juda 500 yo'zichkali. Hop, endi bo'lsa videomizni mana nihoyat pallasiga yetib keldik. 166 Nm Inco'dan 2025-yil chiqqan shirpo'rtimiz. Bitta ko'rishimiz mumkin 42 voltdagi bitta ruchka qo'shilyapti. Ruchka bir xil, faqat rangida ozgina farq bor. Hop, knopkalarimiz shu qo'yapti. Korpus 96 dan ham kattaroq bo'lyapti. 96 bilan solishtiramiz hozir. Qorasida bo'ladi, 96 dan ancha o'zgarish bor. Hop. Patron bizda almashyapti. Jacobs nomli patron olyapti va buni patroni ko'rishingiz mumkin. Ancha uchlik, kichkina svelolarni ham yaxshi ushlaydi bu degani. Hop, bu yerda skorost трещотка rejimi o'zgarmagan, 23 tarida qolgan. Molotok, svерление hammasi bor. Va bunda protect stop funksiyasi bor. Bu nima? Beton teshayotgan ichidan armatura chiqib qolsa, bu qisib qolganda yarim оборотda to'xtaydi. Odamni qo'lini aylantirib olmaydi yoki aylantirib yuzga qaytarib olmaydi. Tam treshotkasi yo'q, perforatorlardagi treshotkasi yo'q, perforatorlar orasiga bitta aylantirib o'zinglarni mayt qilib qo'yish mumkin. Shunga bunga protect stop, ya'ni armatura chiqib qolganda qisib qoladigan funksiyasi qo'shilgan. Batareyaga keladigan bo'lsa, indikator yana o'zgaryapti bizda 20 volt indikator ko'rinishini ko'ryapsizlar. Nakleykadan knopkali o'tyapti. O'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyga yozib qo'ysanglar, podpiska bosib qo'ysanglar, eng ko'p nomorobod sizlarni kutib qolamiz. Agar mana shunaqa mahsulot kerak bo'lsa, mana shu nomerga aloqa chiqsanglar bo'ladi.